Да, bizni Yaponiyadagi mehmonlarimiz Apteka onlayn. Сейчас у него партнер есть, Кумынский район. Сейчас o'yin. Muhtaram prezidentimizni tadbirkorlikka yaratib berilayotgan sharoitlardan unumli foydalangan holatda biz ham 2023-yili shu xonadonimizga mana 3 sotix joyga lavanda o'simligini ekkanmiz. Mana o'tgan yildan berib hosil olib, ularning hosilidan lechebniy yostiqchalar, damlamalar hamda o'zini o'sha sovunlari ishlab chiqarishni boshladik. Ya'ni uyda xonadonimizda shu borishlarni tikib O'zbekiston ichki bozoriga olib kirish reja qilganmiz. 3 sotix joyimizda bir yilda 2 martadan hosil olamiz. Bahorda, kuzda. Mana hozir ko'rib turganingiz bu kuzgi hosil hisoblanadi. Ikkinchi terim hisoblanadi. Ikkita terim davomida 1000 dona yostiq chiqadi. Bu 1000 dona yostiqni har biri o'rtacha hisobda bugungi kunda O'zbekiston ichki bozorida 230 ming o'rtacha hisobda sotilyapti. Bu degani bir 1000 ta agar qilib sotiladigan bo'lsa, bu 230 million so'm daromad degani. Bundan tashqari bunaqangi lavanda choylarini tayyorlashni boshladik. Lavanda o'simligidan asosan tabobatda foydalaniladi. Farmatsevtikada chiqayotgan dori-darmonlar uchun, parfyumeriya, ya'ni ishlatayotgan atirlarimiz, parashoklar, bunaqangi osvejitellarimiz, o'zini sovunlari bor, shunaqangi o'zini atirlari bor. Bu lavanda o'simligi sermahsulot hisoblanadi. Buni ikki xil turi bo'ladi. Biz hozir ikki xil turidan ekkanmiz. Qishda ham sovuq olmaydi. Xonadonimizda yana daromad keltiradigan qo'shimcha 20 kilovat quyosh paneli qo'yganmiz. Oyiga 2,5 million bilan 3 million 200 ming atrofida daromad olib turibmiz. Yana qo'shimcha bir 100 ta 150 tacha qora tovuq bor. Bular tuxumi, bu ham bitta daromad. Endi biz kelajakda mini tadbirkorligimizni kengaytirib, katta o'sha gektar joyga bunga qo'shimcha dorivor o'simliklarni ekib, xalqimizga chiroyli, sifatli qilib yetkazib berishni reja qilganmiz. Nasib qilsa tez orada shu loyihamizni amalga oshiramiz.